Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun mana Jamshid akamiz bilan birgalikda Kuyovxo'ja qishlog'ida biza Jamshid akani mana shu qishloqlarida 100 yoshli onaxonimiz bor ekanlar. Mana shu onaxonimizni o'zi xonadonlariga kelganmizda mana sovg'alar bilan birgalikda bugun Xudo xohlasa 100 yoshdan ham o'ta ekanlar onajonimiz. Bu video bilan nima demoqchimiz? Mana shu yaqin atroflaringizga bo'ladimi, qo'shni bo'ladimi? Kimgadir sharoit bor, kimgadir sharoit yo'q. Kimdir mana shu yil qaysidir bola otasini yo'qotgan bo'lishi mumkin. Har birimiz atrofimizdagilardan bir boxabar bo'lsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Mana shu yangi yilda hamma xursand bo'lishi kerak. Shunaqa. Bu dunyodan sarosar yurib yelib o'tyapmiz. Ko'rinib turib Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. uzoqlashib ketyapmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rinib turib Yaxshimisiz bayramlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? qochgani urinib Bayramlaringiz bilan yaxshi o'tibmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Bola yaxshimisiz? Sizlarga ham Rahmat, bayramlaringiz bilan. qochgani Sizni videoga olib qo'yamiz. Nabiralar ko'rib yuriydi nasib bo'lsa. Nasib internetga. Bizga ham shu yoshlar yetish nasib qilsin. Onajon, hozir yosh qizlar, kelinlar ko'radi-da bizani, sizni. Nasib. Mana shularga bir maslahat, nasihat bering va sizga o'xshab uzoq umr ko'rib, mana nevaralarni, farzandlarni ardog'ida mana shu yoshgacha yetishi uchun bir maslahat bering. Odamlar bilan urushmaysan. Aha. Bitta gapirsa gapini qaytarmaysan. Vay. Yo'qmasa ham hay deysan. O ana. Ha. Yana. Xudo uzoq umr, rizqini ko'proq, Ilohim. mehnati ko'proq bo'lsin, dimog'iniki doim choq bo'lsin. Ilohim. Hozirgi yoshlarga nima deysiz? O'zingizdan yosh turmush qurib, tez ajrashib ketyapti kelishmasdan. Hozirgi kelinlar erini aytganini qilmayapti-da. Uni olib berasan, buni olib berasan, chet elga sayohatga olib ketasan deyapti eriga. Yo'q, uni aytmasin. Aha. Peshonasiga yozilganini oladi. U tarmashi ko'zimda qilgani bekor. Ha. Baxtli oila bo'lish uchun nima qilsin kelinlar? Kelinlarmi? Ha, baxtli yashash uchun. Erini gapini qaytarmasin. Ha. Yo'q, o'ziga yo'qmasa ham hay desin.